Hech qanaqa ximikat, dori va ukollarsiz uyda mehr berib boqilgan xo'roz go'shtidan osh yeganmisiz? Yana oddiy xo'roz emas, zotdor xo'roz. Dodajonga bugun siz yaxshi ko'rgan oshni qilib beraman deganimni bilaman. Shartta xo'jayinimga qarab, o'zlari boqayotgan tovuq xo'rozlardan bittasini so'yib berdi berdilar. Quyuq ovqat qilsam ham, suyuq ovqat qilsam ham xo'jayinim tinmasdan jig'ildonim qaynavatdi deyurganlar uchun bu safar umrimda birinchi marta zaytun yog'iga ovqat qilib ko'rdim. Ha aytgancha, agar siz ham uyingizdagilar choyxona paloni rangidagi oshni yaxshi ko'radigan bo'lishsa, piyozlarni har doimgidan qalinroq qilib to'rashga harakat qiling. Sababi qizarganda tezgina kuyib ketmasdan to'qaradi. Oshingiz ham shiraligina bo'lib chiqadi. Uyda boqilgan xo'roz go'shtidan qaynatma va bulyonlar shirin va foydali bo'lishini bilardim. Lekin osh qilganda ham juda ham mazali chiqarkan. Siz ham menga o'xshab bittagina osh pishirib, oshxonangiz uchun qimmatbaho smek naborlarini yutib olishni xohlasangiz, Korzinka Go ilovasiga kirib, chegirmadagi osh to'plamini xarid qilasiz va o'yin ishtirokchisiga aylanasiz. Batafsil video opisiyaniyasida yozib qo'ydim. Biroz noodatiy uslubda tayyorlangan oshimga baho berib qo'ying.